Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Voy, ko'cha biram issiq. Bitta shuni ichib oling. To'xtang. Bu holat sizga tanishmi? Gazlangan shirin ichimliklarni me'yoridan ortiq iste'mol qilish homilador ayol uchun ham, homila uchun ham bir qancha yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin. Uning tarkibidagi kofein yo'ldosh orqali to'g'ridan-to'g'riga o'tish qobiliyatiga ega bo'lib, bu bolani kislorod ozuqa moddalari bilan ta'minotini yomonlashtiradi hamda uning uyqu va harakat ritmini buzadi. Homila tushishi, ayniqsa birinchi trimestrda xavf ortadi. Muddatdan oldin tug'ish xavfi, kam vazn bilan tug'ilish, chaqaloqning rivojlanish muammolari, kelajakda bolani ortiqcha vazn to'plashga va metabolik buzilishlarga moyillik yaratishi mumkin. Ular tarkibidagi sun'iy ranglar va konservantlar bolani allergik bo'lib tug'ilishiga sababchi bo'ladi. Homiladorlikda eng yaxshi ichimlik bu tabiiy suv va tabiiy kompotlar hisoblanadi. To'g'ri, Gulmira opa, lekin shuni kuniga 2-3 litr ichmasam bosilmaydi-da. Sog'lom bola kerak bo'lsa, sog'lom turmush tarziga amal qilasiz.